Mirzo Ulug'bek tumani Salkovskiyda joylashgan yangi xonadonimizda videoni oxirigacha ko'ringlar, shu uyimizni to'liq ko'rib chiqamiz. Ma'lumot berib o'taman. Yer maydoni 4 sotiq, binoni umumiy maydoni 450 kvadrat metr. Uyimizning tagida to'liq podvollari bor, xonalarning umumiy soni 6 ta. Biz hovlisidan boshlaymiz. Birinchi bo'lib ko'ryapsizlar, hovlida mana shunaqa katta zeleniy zonasi bor. Bu tomonda hovlida basseyn joylashgan. Basseynni fontanlari ham bor. Hovlimizning bu tomonida basseyni yonida shunaqa yozga o'tiradigan joy qilingan va bu tomonda yozgi oshxonalari joylashgan. Uyimizning yozgi oshxonasidan uyi ichidagi kuxnyaga bemalol alohida kirib chiqsak ham bo'ladi. Demak, hovlimizning darvozaxonasini ko'ryapsizlar, bemalol uyimizning ichiga ikkita mashina qo'yish uchun joy qilingan va uyimizning tashqari tomoniga ham bemalol ikkita mashina qo'ysa bo'ladi. Hovlisini ko'rdik o'rtoqlar, endi kelinglar uyi ichini to'liq ko'rib chiqamiz. Uyga kirganimizda birinchi bo'lib bu tomonda hol joylashgan, naturalniy kaminlari ham bor. Bu tomonda gostivoy zal, undan keyin birinchi qavatda spalnisi, spalnining yonida общий sanuzel va holli bu tomonida kuxnya joylashgan. Bu uyimizning birinchi qavati o'rtoqlar. Endi tepaga ikkinchi qavatga chiqamiz. Ikkinchi qavatga chiqqanimizda birinchi bo'lib bu tomonda asosiy spalni joylashgan. Demak, o'zining ichida sanuzel va garderobnisi bor. Bu tomonda bolalar uchun ikkita spalni mo'ljallangan va o'rtada общий sanuzel joylashgan. Va bu tomonda oxirgi xonamizda bu xonaning ham o'zining ichida sanuzeli bor. Va bu yerdan katta ochiq terrasamizga chiqiladi o'rtoqlar.